Rostdan yeganmi yurdingizmi? Ha, nima qildi? Motor moyni uzoq vaqt alishtirmaslik qanaqa salbiy oqibatlarga olib keladi? Sifatli moy quydiz, uzoq muddat yurib berish kerak degan fikr noto'g'ri. Sababi bizning iqlim sharoit changli bo'lgani uchun, yonilg'ini sifati past bo'lgani uchun moy tez eskiradi, ya'ni o'z xususiyatini yo'qotadi. Natijada moy tez quyuqlashadi, tez qorayadi, temir zarralari bo'lsa filtringizni to'ldiradi. Bu bo'lsa motoringiz umrini qisqartiradi. Vaqt o'tishi bilan motoringiz kapital ta'mirga talabi oshadi. Agar sizda atmosfernik dvigatel bo'lsa, har 7000-10000 kilometrda. Agar turbo dvigatel bo'lsa, har 5000 kilometrda moy alishtirish maslahat beriladi. Chunki turbo dvigatel temperaturasi baland bo'lgani hisobiga moy o'z xususiyatini tez yo'qotadi. Moy alishtirishda brend bergan masofaga emas, motorni ishlab chiqaruvchisi bergan masofaga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Bizda ommalashgan GM dvigatellarning deyarli barchasiga Dexus 1 Gen 3 sertifikati to'g'ri keladi. Siz moyingizni qanchada alishtirasiz?